Savsağının oğlu Savchong nəhayət aqılliq. Siz Savchongның pilning ig'irligini o'lchash hikoyasini balkim anglagan bo'lishingiz mumkin. Ammo siz Savchongның odam qutqazish hikoyasini anglaganmi? Yurak berib, alt raqamni yo'llab o'tgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savchong Savsağның o'g'li va nəhayət aqılliq deb ta'riflanadi. Unda bo'lsa Savchongның aqılliqligi zodi qandaq joylarda ko'rsatilgan? Hamda Savchong'ninki mundaq bir hikoyasi bor. Ya'ni Savsav bargohida lashkarlarni yig'in ichayotgan vaqtda Savchong mush bargohda aylanib yuradi va bir lashkarninki yig'lab o'tganligini ko'rdi. Shuning bilan u shu lashkarning yeniga berib, uningdan nima ish bo'lganligini so'raydi. U lashkar Savchong'a: "Men Savsavninki, ya'ni Pasibanimniki itini boqadigan askar. Bugun atninki yeniga kirib qarasam, atninki qamchisiniki yog'ichini chashqanға javob. Ko'nlarda agar atninki qamchisining yog'ichini chashqanға javosa, mushu atni mingan atning egisi urushda o'lib ketadi deb rivoyatlar tarqalgan. Demak, bu ish agar mening Pasibanimning qo'liga yetib qolsa, cho'qim men kallamdan ayrilaman deb javob berdi. Shuning bilan Savchong uningga: "Men seni qutqiza olayman. Sen mening deganim bo'yicha qilgin" deb uni o'zininki degani bo'yicha planlarini deb berdi. Va Savsavninki bargohining oldiga berib, Savchong yig'lashga boshladi. Shuning bilan bir kichik bolaninki yig'ilganini olgan Savsav nima ish bo'lganligini so'rab o'zining lashkarini oldiga chiqardi. Shuning bilan Savchong bargohga kirib, yana davomli yig'lashga boshladi. Buning bilan Savsav o'zininki amroq o'g'lining yig'layotganligini ko'rib, uni bazlash uchun o'zining yeniga kelib, uningdan nima ish yig'layotganligini so'ragan vaqtda Savchong mundaq deb javob berdi: "Meningki qamcham, ya'ni mening itimning qamchisini chashqanға javob. Endi men mushu qatimliq jangda o'lib ketishim mumkin" degan bir javob berdi. Shuning bilan Savsav buni anglab kulib ketdi. "Sana buni kim dedi?" degandan keyin hammaylar shunda deydi ekan: "Qamchining yog'ichini, ya'ni sepini chashqanға javosa, urushda shu otning egisi, ya'ni qamchining egisi o'lib ketdi deydigan bir hikoya bor ekan" degandan keyin Savsav uning tasalli berish uchun bu hikoya yolg'on, bu boshqa o'ylab chiqargan xurafiy ish. Sen buni ishonmagan deb qolsin bazlaydi. Shundan Savchong tuvandik vazirlardan dadamning degani rostmi, rost shundoq degan gapmi degandan keyin rost deb Savsavning fikrini hammaylar qo'llab Savchongni bazlashga boshlaydi. Shuning bilan Savchong sirtdagi lashkarga kirish shabsini berdi. Berganligi yiliqi askar kirib Savsavninkimi itning qamchisiniki shundoq bir chashqan tarafdan g'ajalganligini degan vaqtda Savsav bu yerda uni jazolashga amalsiz qoldi. Shuning bilan bu askarni kechirib o'tdi ham shu sababli Savchong boyagi askarni qutqizib oldi. Demak, Savchongninki aqlliqligi mana shunday hikoyalardan ifodalanib turdi. Agar texim ko'p uch podshohlikdagi qiziqarli sirlar qiziqsangiz, mening do'yin nomerimni qo'ng'iroq qilib oling.